resurslarimiz mavjud. Buni bersak bo'ladi. Bundan tashqari 312 sonli qaror bo'yicha 100 million so'm. Bu ham xuddi shunday. Muddat 7 yilga, 4 yilga, 3 yilga tadbirkorlik faoliyati turiga qarab. Bundan tashqari yana boyagi 33 million so'mlik kredit bo'lsa, balkim ichimizda shu 33 millionlik kreditni olib, dastlab 22-yilda, 23-yilda yopgan bo'lishi mumkin. Xuddi shunday kichik biznesni qo'llab-quvvatlash. Misol uchun siz o'sha paytda ochgansiz, go'zallik salon, hozir yana shuni nima qilay? Sizga hozir yopgansiz, endi yatitib ochishingiz kerak. Tadbirkorlik qilishingiz kerak. Yatitib ochsangiz, bizda 100 million so'm naqd pul beradi. 312 sonli qaror. 50 million so'mlik yana naqd pul. Bu maqsad kichik tadbirkorlikni yuqori nimalarga olib chiqish va ko'taramiz. Va yatib qilamiz, garov so'ramaymiz. Sug'urta o'zi kafillik beradi. Shu bilan sizga berib ketaveramiz.